Ana endi yozgi issiq kunida hamma xohlaydigan muzdek va mazali salat tayyorlaymiz. Ayniqsa mehmonlaringizga tayyorlab bersangiz mazza qilib yeb ketishadi issiq kunlarda. Birinchi qiladigan ishimiz bodringni tuzlab 10 minutga olib qo'yamiz. Suvi chiqqunigacha, ungacha qolgan mahsulotlarni tayyorlab turamiz. Piyoz, qizil, yashil bolgarskilarni 5 minut qovurib olamiz. Menda qizil bolgarskiy qolmabdi, faqat yashilidan foydalandim. 5 minutdan ko'p qovurish shart emas. Ozgina qovurib olsa yetadi. Va ketma-ketlikda salatlarimizga mahsulotlar solishdan boshlaymiz. Bodring, qaynatilgan go'sht, pomidor va qovurilgan mahsulotimiz, tuz va har xil pripravalar. Pripravalarni video tagida grammigacha yozib qoldiraman va qanaqa priprava ishlatganlarimni ham yozib qoldiraman. Asosiy ishi salatda bu priprava. Pripravani har xilidan solsalaring salatlaringiz zo'r bo'lib chiqadi. Va yarim soatga xolodilnikka qo'yamiz. Yarim soatdan keyin olib yesanglar shunaqa mazali bo'ladi salatimiz. Yoqimli ishtaha. Aytgancha men soyani ozgina ko'proq qo'shib yuborganman, sizlar kamroq qo'shishlaringni tavsiya qilaman.